Ada, zo'r biznes plan bor. Qanaqa? Короче, uyda quyon boqamiz. Quyon yetishtiramiz. Keyinchi? Zo'r bo'lib ketadi. 3 oy boqsak, quyon masalan 10 ta olsam bir 70-80 ta bo'ladi, boy bo'lib ketamiz sotuvlar keyin. Mana Zokirboy deydilar mahallada. Qanday? Rostdan o'xshaydimi xay? 100% o'xshaydi dedi. Xay qilib ko'r bakam. Tamam. Hey, yo'qot bu quyonlaringni. Nimaga? Yostig'im tegidan chiqib kelyapti bacham, ko'payib ketdi-ku bular. Yonima tegdi meni. Bir oyda necha so'm xarajat qilyapsan bularga? 10 million xarajat qilaman. Hey, men uncha oylik olmayman. Men to'liq zarar-ku bular. Yo'qot, men kerak emas menga quyon. Quyon biznes bo'lmadi-ku dedi. Endi yana bitta zo'r biznes bor. Uyga kvartirant qo'yamiz, student bachalari. Yaxshi bo'ladi. Aha, zo'r. Masalan, men quyonlar unda rasot qildik-ku, ular qilmaymiz. Ular yashagani uchun bizlar faqat pul to'laydi, tamom. Hech qanaqa xarajatsiz. Zo'rmi? Xay qilib ko'r. Tamam. Qani kvartirantlar nima qilyapti ekan? O molxonaga beri. Hey, tur uyingda uylar yig'ishtir. Tur. Men qaray, sen 3 oydan beri pul bermading. Qani pul? O'g'lingiz bilan gaplashganmiz. Siz aralashmang. Kvartirantlar normalni. Hey, yo'qot, ikkita mol yo'qot. Nimaga normal yashayapti-ku? Voy, molxona bo'lib ketgan. Bittasi 3 oydan beri pul bermayapti. Yo'qot kerak emas. Bir tiyinlik foydasi yo'q. Qaytadan nima biznes qilsam bo'ladi? Erta o'ylanishim kerak, pul topishim kerak. Bir o'zingiz maslahat bering ha biznesda. Biznes qilmoqchimisan? Ha. Yur. Bir joyga olib boraman. Beranimga keldik dedi. Bir bacham Olot tumanida joylashgan quyosh panellarini o'rnatish xizmati ofisi. Bir de bacham quyosh panellari desammi, transformator desammi, elektrik sohasi bo'yicha hamma narsa bor. Xohlagan xizmatingni topishing mumkin bu yerda. Quyosh panellarini 5 kilovatdan 200 kilovatgacha o'rnatib beradi. Subsidiya kreditga o'rnatsan ham bo'ladi. Bu yerdagi bachalar hammasi elektrik. Xizmatlari bular litsenziyalashtirilgan, umuman chepesi yo'q bular. Tushundingmi? Quyosh panelini o'rnatib bergandan keyin 1 yil servis xizmatlari bepul. 5 yil invertor kafolat ana quyosh paneliga 25 yil kafolat. Ana senga bacham tayyor biznes. Turk ortiq qolsa davlatga sotsang ham bo'ladi. Tushundingmi? Davay, shuni qil hozir shu kun, qaytib ana kvartirantlar uya qo'yma. Mo'lla. Manzili jigarlar Olot tumaniga kirib kelaversa, birinchi prezident yetmasdan o'ng qo'lda quyosh panellari. Agarda sizlarga ham shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, video oxiridagi nomerlarga telefon qilasizlar.